Biz Markaziy Osiyoliklar Rossiyaga qimmatlik qilayotgan ekanmiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tojikiston, O'zbekiston va boshqa sobiq ittifoqdosh respublikalardan kelgan mehnat migrantlari rossiyalik ish beruvchilarga Bangladesh, Xitoy, Hindiston va Janubiy va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlaridan kelgan ishchilarga qaraganda qimmatroq tusha boshladi. Bu haqda Mega Personal Outsourcing kompaniyasi rivojlanish bo'yicha direktori Roman Ignatyev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, quruvchilar kompaniyalar ishchilarni iloji boricha Rossiyadan uzoqroq o'lkalardan qidirmoqda, chunki ular ishlab chiqarishni arzonlashtirishga harakat qilmoqda. Bangladesh, Xitoy, Hindistondan kelgan odamlar oyiga $700-800 ishlab topishni xohlaydi. Agar biz MDH fuqarolarini, ya'ni o'sha patent egalarini olsak, ular kamida $1000 va undan ko'proq pul ishlashni xohlaydi, deb tushuntirdi Ignatyev. Rossiya prezidentining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha maxsus vakili Boris Titov avvalroq ta'kidlaganidek, Hindiston ulkan ishchi kuchi resurslariga ega va bu borada Rossiyaga yordam berishi mumkin. Dubay asosan hindistonlik ishchilar, me'morlar va developerlar tomonidan qurilgan va umuman olganda mehnat migratsiyasi Hindiston uchun valyuta tushumlarining kuchli manbaidir, deb eslatdi. So'nggi yillarda Rossiya hindistonlik migrantlar uchun kvotani ko'paytirmoqda. Masalan, joriy yilda bu ko'rsatkich 17,7 ming kishini tashkil etib, 4 yil oldingiga nisbatan 22 barobarga oshgan.